Do'stlar, hammaga salom. Men Ekoksi klinikasining urolog shifokori Boboyev Sherzod bo'laman. Bugun sizlar bilan varikotseli temasi haqida gaplashamiz. Varikotseli o'zi nima kasallik va qachon operatsiya qilinishi kerak va nima uchun operatsiya qilish kerak? Operatsiya qilinsa nimalarga foydali? Shu haqda batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. O'ylaymanki, barchaga foydali bo'ladi. Varikotseli bilamizki, o'sha buyrak klapanlarining yetishmovchiligi ta'sirida yuzaga keladigan kasallik hisoblanadi. Endi bugungi kunda ushbu kasallik juda ham ommalashib bormoqda va ko'payib bormoqda. Bu nimani hisobiga? Albatta yoshlarda ko'proq zo'riqish hisobiga, ya'ni moyaklarini zo'riqtirish hisobiga. Pornografik videolarni ko'rish, masturbatsiya bilan shug'ullanish va hokazolar shuni hisobiga moyaklar zo'riqishi natijasida moyaklarga keladigan vena qon tomirlari kengayib ketib qoladi. Xo'p, kengaysa nima bo'ladi va qanday ta'siri bor? Biz bilamizki, insonda tana harorati 36,6 gradusni tashkil qiladi, ya'ni normada. 36,6, 36,7. Endi Alloh shunaqa yaratib qo'yganki, moyaklardagi harorat, tasavvur qilishinglar uchun, moyaklardagi harorat odamni tana haroratidan 2,5 gradusdan 4 gradusgacha, ba'zi kitoblarimizda 5 gradusgacha pastroq yuradi. Xo'p, nima uchun pastroq bo'lishi kerak? Birinchidan, tashqi jinsiy a'zo bo'lgani hisobiga. Ikkinchidan, biz bilamizki, mana spermatozoid bo'lsa, spermatozoidning tarkibida oqsil, vitamin, mineral va bir qancha moddalar mavjud. Endi bu moddalarning ichida eng ko'p qismini oqsillar tashkil qiladi. Oqsil. Hammani deyarli uyda iste'mol qilinadigan oddiy tuxum. Uy tuxumi yoki fermaniki. Tuxumni biz xolodilnikda saqlaymiz. Nima uchun? Tarkibida oqsil ko'pligi uchun. Uni quyoshga olib chiqib qo'yadigan bo'lsak yoki issiq haroratda turadigan bo'lsa, oqsil denaturatsiyaga uchrashi natijasida u tuxum yaroqsiz bo'ladi. Ya'ni oddiy qilib aytganda, xalq tilida palada tuxumga aylanadi. Endi varikozda nima ro'y beradi? Moyaklarga keladigan vena qon tomirlari kengayib ketganligi sababli moyakdagi mahalliy harorat ko'tarilib ketib qoladi. Qon bu issiqlik bilamiz. Balkim kimlardir boshida o'tgandir, ko'p qon yo'qotsa odam sovqotishni boshlaydi. Sababi issiqlik organizmdan chiqib ketadi. Moyakka qon oqimi ko'p kelganligi hisobiga moyakdagi mahalliy harorat odamning tana haroratiga yaqinlashib qoladi. 36, 37 bo'lib qoladi. Biz mashongan o'lchab ko'rganimizda ko'pincha 36, 37 bo'lib qoladi 3-darajali varikotseli kasalligida. Xo'p, oshsa nima bo'ladi? Biz aytdikki, spermatozoidning tarkibida ko'p miqdorda oqsil mavjud. Oqsil hisobiga urug'larni denaturatsiyaga uchrashi, ya'ni aglutinatsiya kuzatiladi. Birinchi navbatda urug'lar, spermatozoidlar bosh qismidan bir-biriga yopishib qolishi kuzatiladi. Va harorat yuqoriligi sababli spermatozoidlarning harakati pasayib ketadi va soni kamayib ketadi. Va morfologik jihatdan nosog'lom urug'lar shakllanadi. Tasavvur qilishinglar uchun bir qancha, masalan, oddiy spermogramma topshirilganda 50 million, 100 million urug' bo'lishi mumkin, lekin u sog'lom bo'lmasligi mumkin. Tasavvur qilishinglar uchun Marafonda biz bilamizki, bir qancha odamlar qatnashadi, minglab, 100 minglab. Lekin bu odamlarni tasavvur qilinglar, bitta oyog'i yo'q, kimdir bitta ko'zi yo'q, kimdir umuman ko'zi yo'q, kimdir qulog'i eshitmaydi. Nima demoqchiman? Spermatozoidda ham qaysidir detallarida kasallik sababli shunaqa muammolar kelib chiqadi. Ya'ni qayerdadir, boshida, bo'ynida, dumida qanaqadir patologik holatlar yuzaga keladi. Xo'p. Operatsiya qilinsa nima bo'ladi? Operatsiya qilishdan maqsad bitta. Moyakdagi haroratni pasaytirish. O'sha moyakka keladigan vena qon tomirlari olib tashlanadi, ya'ni boylanadi va qon oqimi to'xtaganligi sababli moyakdagi mahalliy harorat pasayadi. Va u ma'lum bir vaqtdan keyin sekin urug'larning o'zini tiklanishi kuzatiladi va bu ilmiy isbotlangan narsa. Ya'ni hech kim to'qib chiqarmagan. Bu kitoblarimizda bizda urologlarning standartida berilgan narsa. Xo'p, varikotselini faqat urug' uchun operatsiya qilinadimi? Afsuski yo'q.
qaysi holatlarda operatsiya qilish zarur? Birinchi navbatda spermogrammada, hozir tushuntirganim, spermogrammada urug'larning sifat sonini va morfologiyasini pasayishida. Ikkinchidan moyakdagi og'riqda. Moyakdagi og'riq nima sababli bo'ladi? Vena qon tomirlari bilan urug' yo'llari, ya'ni seminokanatik deymiz, shular bir-biriga tegishi natijasida moyakda diskomfort og'riq beradi. Ya'ni simillovchi bir odamning asabiga tegadigan og'riq beradi. Bu ham operatsiyaga ko'rsatma. Ya'ni ikkinchi ko'rsatma bu. Uchinchi ko'rsatma esa moyakning gipoplaziyasi. Masalan, o'ng tomoni 16 da 16 cm3, chap tomoni esa 12, masalan, tasavvur qilishinglar uchun yoki 10. Bu nima degani? Varikoz sababli moyak borgan sari gipoplaziyalanyapti, ya'ni hajm kichkinalashyapti. Bu ham primoy pokazaniya operatsiyaga. Va operatsiya qilinishida nimalarga e'tibor berish kerak? Albatta, bizga bunaqa bemorlar ko'p keladi, ya'ni asorat sifatida. Operatsiya paytida ochilganda tomirlar bir qancha bo'ladi, ya'ni ko'p bo'ladi. U yerda limfa bor, arteriya bor, vena bor. Biz maksimal harakat qilamiz faqatgina venani ajratib olishga. Agar arteriya boylansa, moyakni qon bilan ta'minlaydigan. Bunaqa bemorlar juda ham ko'p kelgan, 3 oy oldin varikoselektomiya operatsiyasini o'tkazgan, 3 oydan keyin 16 bo'lgan tuxumi 5 ga yoki 4 ga tushib qolgan. Bunda nima holat bo'ladi? O'sha moyakni oziqlantiruvchi qon tomirlari ham boylab ketilgan bo'ladi. Bu juda ham qo'pol xato hisoblanadi. Shuning uchun biz maksimal harakat qilamiz faqatgina kengaygan vena qon tomirlarini boylashga. Shu holatlardagina operatsiya amalga oshiriladi va operatsiyasining foydasini aytdim, faqatgina moyakdagi haroratni pasaytirish. Agar og'riq sababli bo'lsa, kanatikni oldidagi vena qon tomirlarini ajratib olish. Varikotseli kasalligi va operatsiyasi haqida qisqacha tushuncha shular. Agar sizda qandaydir savollar tug'iladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilib, yanada batafsil bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.